biz Mitka bilan yetib borsamiz, hammasi to'g'ri kelgan joyda dam olib o'tirgan ekan. Hayronman, bu nusxaga nima kerak o'zi? Balki tumshug'iga tushirsammikin? Keragi yo'q, bolalar. U amakivachcham bo'ladi. Kuni kecha Vitebskka uchib keldi. Unga universitetni ko'rsataman deb va'da qildim. Shunaqa-da. Ko'rinishi sal g'alatiroq o'xshaydimi amakivachchangni? Sal ovsarroq. Domlaga qilib tushgan. Xo'p, bolalar, sizlar ketaveringlar. Men unga imkonni ko'rsataman. Nimaga kelding? Kechagi voqea uchun sendan kechirim so'ragani keldim. Yaxshi, kechirdi deb hisoblay qo'y. Bo'ldimi? Yo'q, bo'lgani yo'q. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Nima haqda? Meni kechir, boshqa qilmayman. Uf, namuncha yosh bolaga o'xshamasang. Ivan, meni sharmanda qilding. Ota-onam bilan o'rtada bo'lgan gapni tasavvur qila olmaysan. Tushunolmadim, nima maqsadda bunday deding? Ota-onanglardan uzr so'rayman. Buni endi hojati yo'q. Nima uchun? Nima uchun bo'lardi? Ularga haqiqatdan ham sendan homiladorman deb aytdim. Jinni ekansan. O'zing o'yla, ilojim qancha edi? Shunaqa imtihon bo'ldiki uyda. Endi nima qildik? Endi bola kerak. Qanday? Qanday? Bilishing kerak qandayligini. Erkak kishisan-ku. Yo, qo'rqib ketdingmi? Yo'q, tayyorman. Qani boshla? Qalay? Menimcha yomon joy emas-a?